Mana siz ingliz tilida gapirmoqchisiz. Lekin o'sha bosh og'riq grammatika turibdi deya oldingizda. Present perfect, present continuous, third conditional, passive voice. Bularni o'rgangunizgacha gapirishni unutib yuborasiz-da. Ammo shu joyda bitta achchiqqina haqiqat bor. Hatto grammatikani a'lo darajada biladigan odamlar ham ingliz tilida unaqa zo'r gapira olmaydi. Lekin grammatikadan umuman bexabar bo'lgan odam ingliz tilida bidir-bidir qilib gapiradi-da. Bu qanaqa bunaqa bo'lar ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bugungi videoda aslida grammatika qanchalik darajada muhimligini va undan ko'ra muhimroq bo'lgan narsani aytib beraman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin grammatika kitobingizni yopib qo'yib, ingliz tilida gapirishni boshlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Tasavvur qiling, siz ingliz tilida biror narsa aytmoqchisiz. Gap xayolingizda tayyor turibdi. Lekin shu joyda miyangiz avtomatik tarzda shu tekshirishni boshlaydi. Shu joyda o'zi present simple to'g'ri bo'larmidi? Ana article the qo'yarmikanman yoki e qo'yarmikanman? Fe'l uchun shaklik emasmidi bu deb o'ylashni boshlaysiz. Va aynan shu tekshirish davomida suhbatdoshingiz sizga qarab turadi. Siz esa jim, to'g'risini ayting. Mana shu holat tanishmi sizga? Hozir izoh yozing. To'g'risi hamda ko'pchiligimiz ingliz tili o'rganishda grammatikani birinchi o'ringa qo'yamiz. U juda ham muhim. Haqiqatda muhim, chunki biz o'zi maktab paytlaridan o'sha avval qonun qoidani o'rgan, keyin ishlatgan degan bir tizimda o'rganganmiz-da. Natijada siz grammatikani bilasiz, lekin real hayotda u bugun bilan gaplashayotgan paytingizda o'sha grammatik qonun qoidalarni daftaringizdan varolab qidirishga vaqtingiz bo'ladimi? Albatta yo'q. Tabiiy ravishda siz o'sha odam bilan gaplashishingiz kerak. Mana endi sizga bitta savol. Amerikalik bola ingliz tilini qanaqa qilib o'rganadi? O'sha kitoblar bilan, grammatik qonun qoidalar bilan deysizmi? Albatta yo'q. Avval u gapiradi, xato qiladi, keyin yana gapiradi. Jarayon davomida grammatikani o'rganib boradi. Qarabsizki, speaking sekin-sekin rivojlanishni boshlaydi. Jarayon davomida grammatika ham yo'lda qolib ketmaydi. Biz bo'lsa nima qilamiz? Buni mutlaqo teskarisini qilamiz-da. Birinchi bo'lib shu grammatikani o'rganamiz. Present simple, subject plus verb, uchinchi shaxs bo'lganda he, she, ga qo'shiladi degan narsalarni o'rganib olamiz-da. Va yillar o'tsa ham biz ingliz tilida gapiramiz deganda o'sha tortinib gapiramiz. Shu xato qilib qo'ymasmikinman, to'g'ri gapirishim kerakmikin-a degan ongsiz ravishda o'sha o'zimiz oldimizga bir bloklar qo'yib, devorlar qo'yib tashlaganmiz-da. O'shaning uchun erkin, tabiiy, qo'rqmasdan bir vagon duh bilan gapira olmaymiz. Unda savol: grammatika endi umuman kerak emas, to'g'risimi Mr. Mike? Albatta yo'q. Lekin u siz o'ylagan darajada muhim emas. Gap aynan shu haqida. Asosiy birinchi qoida. Grammatika aslida qanchalik muhim? Endi yana bitta achchugina haqiqatni aytib qo'y. Grammatika kerak. Haqiqatda kerak. Lekin sal yuqoriroq aytganimdek, siz o'ylaganchalik darajada emas. Ingliz tilida bemalol gapirishingiz uchun grammatikani 20% ni bilsangiz yetarli. Qolgan 80% deysizmi? Ular asosan IELTS imtihonlarida, maqolalarda yoki yozma ishlarda kerak bo'ladigan narsalar. Kundalik suhbatlarga keladigan bo'lsak, siz o'shani third conditional yoki the past perfect continuous degan zamonlar bor-ku, o'shalarni ishlatmasangiz ham yoki to'g'ri ishlata olmasangiz ham hech kim bu narsani payqamaydi. Native speakerlar, ya'ni o'zini ona tilisi ingliz tili bo'lgan odamlar bor-ku, ular ham gapirayotgan payt xato qiladi. Ko'pchiligi hatto present perfect degan have haslarni tashab ham ketadi. Masalan, I have seen it ni o'rniga yeah, I seen it qo'yadi. Aslida bu grammatik jihatdan noto'g'ri. Bu o'zi xato gap hisoblanadi. Lekin bu kim siz to'g'ri, hey qara, mana shu joyda have uchirib qoldirding. Shu yerda o'zi bo'lish kerak deb to'xtatmaydi. Asosiy narsa tushunilish. Asosiy o'sha fikringizni nima demoqchi bo'lganingizni yetkazib berishingiz. Agar siz kecha men maktabga boruvdim-da, o'rtoqlarimni ko'rdim deydigan paytda I go to school yesterday and see my friends desangiz, bu aslida grammatik jihatdan noto'g'ri bo'ladi. Lekin sizni eshitgan odam tushunadimi? Albatta yesterday deyapti, demak kecha borgan ekan, o'rtoqlarimni ko'ribdi-da, bu yerda verb to ishlatmadi hozir deb tushunib oladi. Ya'ni u grammatika juda ham muhim deb ani oliy darajada ko'klarga ko'tarish shart emas. Xulosa, grammatikaning 20% gapirishning 80% ni hal qiladi. Lekin shu joyda savol tug'iladi.
bu 20% bilsam yetarlimi? Va miya iboralarni, har xil gap bo'laklarini qanaqa qilib o'zlashtiradi? Grammatika kitobisiz miyaga til qanaqa qilib kirib boradi? Biz tilni qanaqa qilib o'zlashtiramiz? Aynan shu haqida biz keyingi qismda gaplashamiz. Asosiy ikkinchi g'oya. Miya tilni qanday o'rganadi? Til o'rganish bo'yicha mashhur olimlardan biri Stephen Krashen shunday bir gap aytgan. U shunday deydi: "Biz tilni o'rganmaymiz, biz uni o'zlashtiramiz." Ya'ni grammatika qoidalarini yodlab emas, balki tilni eshitib, ko'rib, ishlatib ichimizga singdiramiz. Mana shu holatda eng yaxshi misol bu bolalar. Oddiy bolalar present simple degan zamonga uchun shaxs birligi s qo'shilishi kerakligi, ko'plikda hech qanaqa qo'shimchalar yo'q, everyday degan keywordlar qo'yilishi kerakligi haqida ma'lumotni-chi, kitoblar orqali o'rganmaydi ular. Lekin 5 yoshli bola ingliz tilida bidir-bidir qilib gapirayotganini bilamiz hammamiz. Chunki miya grammatika qonun-qoidalarini emas, patternlarni, ya'ni takrorlanuvchi iboralar, gap bo'laklari, har xil frazalar orqali tilni o'zlashtiradi. Mana yana bitta oddiy misol. Men sizga hozir how are you desam, nima deysiz? Katta ehtimol I'm fine thank you and you deysiz. To'xtalishlarsiz, pauzalasiz, intonatsiyalasiz, chunki siz buni ongsiz ravishda o'rganib bo'lgansiz. Tilingiz mana shu muskullar o'rganib bo'lgan shunga. Shu iborani yodlab olgansiz. I'm fine. Thank you. And you deb qaysidir joylarda bir berilib aytishingiz mumkin. Chunki bu iboralarni siz allaqachon takror ishlatib o'rganingizdan keyin tilingiz o'sha narsani yodlab olgan. Aytaylik siz I want to go iborasini yetarli darajada eshitsangiz, qulog'ingizga ha deb bu so'z ishlatilaversa, bu ibora ishlatilingan har xil gaplarni ko'rsangiz yoki audiolar yoki kinolar orasida mana shu so'zga ko'proq e'tibor bersangiz, qulog'ingiz o'sha bu narsaga o'rganadi. Ya'ni want dan keyin to kelarkan, I want to bo'larkan, ba'zi paytlarda vonaga o'zgarib ketar ekan deb buni og'ziz ravishda o'rganasiz. Bu grammatik qonun qoidalarini kitob bilan emas, qaytanga bu narsani qulog'ingiz eshitib o'rgandan keyin o'rganib olgan bo'lasiz. Asosiy 3-g'oya: grammatikasiz gapirish usuli. Mana boyatdan bir grammatikaga kamroq e'tibor ber. Unchalik darajada muhim emas. Jarayonda o'rganasan, ko'proq praktika qil, ko'proq speaking qil, davomimiz. Lekin aniq nima qilish kerak o'zi? Birinchisi, iboralarni yodlang, grammatikani emas. Grammatika o'rniga tayyor iboralarni o'rganing. Masalan, can you help me? What do you mean? I'm not sure about that. Bu iboralarni grammatik jihatdan tahlil qilib o'tirishingiz shart emas. Ularni o'zini umumiy bitta ma'nosini olasiz, ishlatib ketaverasiz. Bilasizmi, vaqt o'tishi bilan miya o'zi avtomatik tarzda buni qonuniyatlarini, grammatik tuzilmalarni, nimaga bu yerda keyin ishlatilayotgani yokida I'm not sure about that degan nimaga that ishlatilayotgani o'zi tushunib boraveradi. Buni qayta ishlatganingizdan keyin o'zi aslida suhbatdagi, kundalik suhbatdagi 80% holatlarda o'zi mana shunaqa iboralar, mana shunaqa gaplar ustiga qurilgan bo'ladi suhbatlarimiz. Tasavvur qiling, o'rtog'ingiz bilan ma'lum bir mavzuda gaplashyapsiz. U sizdan fikr so'radi. What do you think about that, man? dedi. Va siz o'sha joyda I think it's deb suhbatda davom etaverasiz. Siz to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib o'tirmaysiz, miyangiz biladi. What do you think about that? Fikr so'rayapti, men javob berayotganda I think bilan javob bersam bo'lardi deysiz. Ikkinchisi, xato qilishdan qo'rqmang. Ko'pchilik shu grammatik xato qilib qo'ysam nima bo'lar ekan, ustimdan kulishadi deb hatto gapirishga harakat ham qilmaydi-da. Men jarayon davomida o'qishlarimda juda ko'p ko'raman bu narsani. Hey deb savol ber, o'zini kunini so'rayman deydi. Masalan, how was your day desam, good. Bo'ldi. Mana shu goodni orqasida men bilib olishim kerak. Kuni qanaqa o'tgani, kuni barakali o'tdimi, sermahsul bo'ldimi, yokida tirmandlikda qolib ketib, asablari buzilib yoki kimdir uni siqib qo'ygandir, yoki ishxonasida kech qolgani uchun gap eshitgandir. O'shalarni men bila olmayman. Iltimos o'quvchilarim men ko'rayotgan bo'lsalar, how was your day deb so'rasam, sizni fikringizni so'rayotgan bo'laman, kuningiz qanaqa o'tganini so'rayotgan bo'laman. O'shaning uchun qo'rqmasdan, bemalol bidir-bidir qilib gapiravering. Menga o'sha narsa muhim. Siz xato qilmasdan o'rgana olmaysiz. Siz xato qilasiz, jarayon davomida u narsani sekin payqab olasiz. Mana bu yerda have got o'rniga has got o'rinmana deysizda, o'zi sezib qolasiz. Keyin safar o'shanga e'tiborliroq bo'lib gapirasiz. Shunaqa qilib xatolaringiz kamayadi. Lekin men degani ham gapirgan paytda baribir ham grammatik xatolari bo'ladi. Asosiy narsa bu o'sha communication, muloqot qilish, fikringizni yetkazib bera olish.
Mana buni yana bir hayotiy misolda aytsam bo'ladi. Veli haydashni o'rgangan paytlaringizni eslang. Sizam menga o'xshab ariqqa tushib ketganmisiz mahallada? O'sha birinchi adam olib kelganlarda haydab chiqqanman o'zim. Hech narsa bo'lmaganda ariqqa tushib ketgandan keyin uyga kirib zo'ragan deb kirganman. Sizam speaking qilayotganingizda xato qilasiz, urilasiz, turtilasiz, xuddi Veli haydayotgandek va jarayon davomida qayta aytaman bu gapni. Siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortgani sari xatolaringiz ham o'zi avtomatik sekin kamayib boraveradi. Va uchinchisi, ko'p eshiting, tinglang. Deb o'sha grammatik tuzilmalarni, qonun qoidalarni gaplar tuzurmasdan o'sha qobig'ingizdan chiqib, o'zi shu gap tuzilmalari, qonun qoidalari, grammatik formulalardan tashqari olamda nimalar bo'lyapti? Haqiqiy o'sha real spoken English o'zi qanaqa bo'ladi? O'shalarni tahlil qiling, podkast eshiting, o'z darajangizga mos keladiganlari bo'lsin iloji boricha. Kino parchalarini ko'ring. Agar shu tarzda inglizcha kontent ko'radigan bo'lsangiz, miyangiz avtomatik tarzda o'sha inglizcha patternlar, ya'ni o'sha gap tuzilmalari, grammatik qonun qoidalarini o'rganib, tushunib boradi. Chunki siz u gap bo'laklarini, birikmalarni, o'zi umuman grammatik qonun qoidalarini o'tirib dars qilyapman deb emas, kontekst ichidan tushunib borasiz. Ayniqsa u sizga qiziq bo'lgan mavzu doirasida bo'lsa yoki o'zingizga yoqadigan, mazza qilib ko'radigan kinoingiz bo'lsa, haqiqatda o'sish bo'ladi. Va eng yaxshi tomoni, miyangiz dars qilyapman deb o'rganmaydi buni. Tabiiy ravishda kontent ko'rib, o'rganib boraveradi. Xulosa, ko'proq eshiting. Podkast, kino, musiqa, inglizcha ashulalar, taronalarni eshiting. Iboralar, gap bo'laklari, birikmalarni o'rganing, hayot tarzingizda ishlatishga harakat qiling va eng asosiysi, xato qilishdan umuman qo'rqmang. Qayerdan olamiz endi iboralarni? Qanaqa iboralar o'rganamiz deyotgan bo'lishingiz mumkin. Biz aynan o'sha iboralarni yig'ib, bitta faylga joylashtirib, tayyor qilib qo'ydik sizga. Ular eng ko'p ishlatiladigan kundalik suhbatda kerak bo'ladigan iboralar hisoblanadi. Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Video ostidagi havola orqali shunda bosib, kanalimizga borsangiz, xuddi o'sha faylga olib boradi. Kuniga 2-3 ta yengil yodlab, hayot tarzingizga buni ishlatib, suhbat jarayonida bunday sekin-sekin ulardan foydalanishga harakat qilsangiz, ko'z yumib ochguncha bir oyga yetib bormasdan o'sha iboralarni ham yodlab, ham passiv vokabularingizda, ham ulardan aktiv, faol tarzda ishlata oladigan darajaga ham chiqishingiz mumkin. O'rtoqlar, YouTube kanalimizda haftasiga maksimal bitta video chiqaradigan bo'lsak, Telegram kanalimizda har kuni ingliz tili va uni madaniyatiga oid bo'lgan kontentlarni joylab boramiz. Ingliz tili doirasida har xil mashqlar, amaliyotlar va eng muhimi, har hafta u yerda jonli darslar bo'lib boradi. Kanalni doim kuzatib boradigan bo'lsangiz, bir necha kun oldin mana shu sanada, mana shunday mavzuda, shunday o'qituvchilarimizdan biri dars beradi degan post chiqadi. Va u yerdan bemalol jonli darslarimiz birda qatnashib, o'zi asli ingliz foyda darslar qanaqa bo'ladi, ustozlar qanaqa bilim beradi, o'sha narsalardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari, o'zingizga qiziq bo'lgan mavzuda, ingliz tili o'rganishga aloqador bo'lgan har xil qiziq-qiziq savollaringiz bo'ladi-yu, ustoz, 3 oyda 7 plyus olsa bo'ladimi yoki ingliz tilini 1 oyda speaking qilsa bo'ladimi degan savollaringizga ham ustozdan, malakali ustozlarimizdan biri Mr. Makdan bemalol javob olishingiz ham mumkin. Endi o'rtoqlar, xulosa qiladigan bo'lsak, grammatika kerakmi? Ha, kerak va muhim. Lekin uning 20%, 80% holatlarda, ya'ni gapirishni hal qilib qo'yadi. Miya har xil qonun qoidalar, gap bo'laklari, formulalardan emas, takrordan o'rganadi, eslab qoladi va uni ishlatishga harakat qiladi. Endi yaqinroq keling, sizga bitta gap aytmoqchiman. Mana siz ingliz tilini o'rganishni boshlagansiz yoki haqiqatda o'rganish istagingiz bor. O'shaning uchun ham shu videoni oxirigacha ko'rib o'tiribsiz. Ko'pchilik bo'lsa, ertaga boshlayman yoki mana shu videoni ko'rgan paytda save later yo'q, watch later ga qo'yib qo'yib, keyinroq ko'rarmanga qo'yadi. Lekin siz unaqa qilmayapsiz. Siz hozir ko'ryapsiz, o'rganyapsiz. Endi qilinadigan ish bu, grammatik kitobingiz bor-ku, yopib qo'ying, vaqtinchalik yopib qo'ying. Qaytaman senga, xafa bo'lma, hozir kelaman dingda. Iboralar bor-ku, boyatgani. O'shalardan kuniga yengil bir 2-3 ta o'rganasiz. Hayot tarzida ishlashga harakat qilasiz. Sun'iy til bilan yengil praktika qilasiz. Bo'l. 2-3 ta yetadi. Chunki 50 ta degan narsani ham ozgina bosim berish mumkin. Uni har kuni ozginadan o'rgansangiz, space repetitionga o'xshab o'rganadigan bo'lsangiz, ko'z yumib ochguncha boyatganimdek o'rganib qo'yasiz.
Aytgancha o'rtoqlar, bu usulni siz sinab ko'rgan bo'lsangiz yoki ma'lum turdagi biz o'rgatgan tavsiyalarni bajarib, haqiqatda ishlaydi, bu narsani sinab ko'rganmanmi? Istirmagicha katta balandparvoz gaplar emas, haqiqatda ishlaydigan narsalarni beradi degan izohlaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz bularni o'qib, juda ham xursand bo'lamiz, qaysidir bir motivatsiya olib, o'zimiz ustimizda ishlashda davom etamiz. Afsus va nadomatlar bo'lsinkim, bugungi videomiz ham o'z yakuniga yetmoqda. Siz bu videoni kimlar uchun foydali deb bilsangiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Bitta layklardan o'rgilib ketsin va izohlarni kutaman. Har bitta izohni o'qib, mana shu joyni maza qilaman deb, mana shunaqa izohlarni o'qisam maza qilaman deb, har safar kayfiyatim ko'tariladi. Ishonasizmi, har doim videoga kirib, har kuni bir izohlarni bir o'qib chiqmasam, yaxshi izohlar bo'ladigan bo'lsa, bir maza qilaman-da, bir dafamiy olaman. Bu narsa menga juda ham katta kuch beradi. Shuning uchun izohlarni ham bosib o'ringlar. Va albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki biz har hafta yangi video joylaymiz.